Bizning laboratoriyamizda quyosh stansiyalarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish ishlari bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda bizga ma'lumki, juda ko'p tadbirkorlar tomonidan va mutaxassislar tomonidan quyosh batareyalarini o'rnatish boshlandi. Prezident qarorlari bilan. Lekin biz qilayotgan ishlarning eng asosiysi va ulardan farqli taraflari shundan iboratki, qilayotgan mobil fotoelektrik qurilmalarimizni bulutli kunlarda, kunni issiq kunlarda, changli zonalarda bemalol ishlab, yaxshi effekt berib kelmoqda. Bizga ma'lumki, qishloq regionlari markazdan uzoqda joylashgan regionlar uchun elektr energiya yetkazib berish ancha muammo joylari bor. Bugungi kunda shu biz yaratgan ko'chma fotoelektrik qurilmalar orqali elektr energiya yetkazib berishni yo'lga qo'ydik. Va juda ko'p tadbirkorlar, fermerlar, boshqa xo'jaliklar elektr energiyadan foydalanib, ish sur'atlarini oshirib boshladi. Asosiy faktorlardan bittasi qilayotgan qurilmamiz qo'shimcha nur yig'uvchi konstruksiyalardan iborat bo'lib, bulut kunlarda ham yetarlicha energiya yetkazib beradi. Bugungi qo'yilgan, mana bugungi kunda muassasalarning tomlariga qo'yilganlar faqat bulut paytida umuman ishlamaydi. 5-10% gacha ham ishlash sur'atlarini olib bora olmaydi. Biz ishlayotgan sistema kafolatlangan elektr energiya berish xususiyatiga ega. Qo'yilgan qurilmalarimizni respublikamizning bir qancha viloyatlarida sinovlardan o'tib, yaxshi ishlash samarasini ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari bu qurilmalarimizni bugungi kunda bizga ma'lumki, O'zbekiston shunaqa territoriyaga joylashganki, tush paytiga kelganda juda temperatura ko'tarilib ketadi. Temperatura ko'tarilishi ketgani bilan zaryadlash xususiyati yo'qolib qoladi. Shuni yaxshilash uchun bunga qo'shimcha kollektorlar qo'yilgan. Undan tashqari elektr energiya bilan ishlab chiqarish bilan bir qatorda issiq suv ham ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Undan tashqari yana shunaqa sistema qilinganki, bu qurilmamizda quyosh qurilmasi har doim quyosh kuzatib turish kerak. Bu mobil qurilmaga o'rnatilgani uchun bemalol quyosh kuzata olish xususiyatiga ega. Qurilmalarimizning bir necha o'ndan ortiq turlari bor. Yaratgan texnologiyalarimiz, modellarimiz shunaqa joylarga qo'yilyaptiki, elektr energiya borib yetmagan joylarga, mana tadbirkorlar o'z ishini olib borishyapti-da, unga elektr energiya stalbalar orqali keltirish juda katta mablag'ga tushib ketib qoladi. Bizning qurilmalar olib ishlaganda, bunda boshqa statsionar qurilmadan shuni bilan farq qiladiki, ular o'zi quyosh kuzatish xususiyatiga ega. Ikkinchidan, changlarni tozalab turgan uskunalari bor. Uchinchidan, yana ular havo bulut bo'lgan momentlarda bemalol ishlash xususiyatlariga ega. Bu bilan bir ustanovkamizdan o'zida 3 ta funksiyani ish bajarishimiz mumkin. Ya'ni elektr energiya olamiz, issiq suv olamiz va suvlarni chuchuklashtirish sistemalarida ham ishlatsa bo'ladi.